Друзья, B-Effect zarar распаковка qilamiz bugun. Mana shunaqa 4 razmerlik sim oldim. Jiletalarimni. Keyin ikki xil maliniy bilan qizil xrustal oldim. Bu yoqda mana shunaqa qarachalik zo'ntikcha deydi, shunaqa xrustal, 2 metr zanjir. Mana shunaqa luks kачествоga ega xrustal tosh, anaqa tomchili tosh. Keyin maliniy. Keyin simlarimizdan. Mana shunaqa luks kачествоga ega. Bu yoqda metallar, mana shunaqa kalsolik mixchalardan. Bizga mana bunaqa ranglik anaqalar kelmaydi, bizga kamdan kam keladi, zo'rg'a topdim bozordan. Maliniy rang. Hozir bu yerda ko'rinmayapti. Xudo xolasa ishlash jarayonidan tashlab beraman. Xudo xolasa bulardan chiroyli yasalgan videolardan qo'yib beraman. Inshaalloh. Mani kutib turinglar.